Sizning hayotingizda sevgi va mehrning qanday ma'nosi bor? Kirish uchun biroz kechikdim. Sevishni rostdan ham xohlaysizmi? Ishda, darsdan tashqari tadbirlarda, imtihonlarda, tayyorlanishlarda. Bunday vaqtingiz bandligida ham darsga kelishingiz kerak. Shunda ham sevishni xohlaysizmi? Xo'sh, bunga arziydimi? Sevgidan iloji boricha qoching. Voy, rahmat. Bu yerda yangimisiz? Ha, shunaqa. Hamma tinchlansa kirsak bo'ladi. Yaxshi. Kaliting juda chiroyli ekan. Rostdanmi? Rahmat. Endi birga kiramizmi? Ko'pincha sevgi ko'r qiladi deyishadi. Sevgilingizga qarasangiz olam go'zal ko'rinadi. Bu har doim bo'lishini istaysiz. Va agarda sevib qolsangiz, hech narsa sizning hukmingizga qarshi bormaydi. Sevgi ahmoqdek ko'rsatadi. Qo'yin so'l, bu darslarni qiziq bo'ladi degan eding-ku. To'g'ri, qara, professor ancha g'alati ekan. Odamlar ketishni boshlayapti. Nega? Menga yoqayapti. Abonent javob bera olmaydi. Vaqtingizni behuda sarflash, pulni behuda sarflash eng katta muammo. O'zini shu muammoga ko'mib tashlash iliq munosabatlarni ham o'zgartiradi. Hech kim ajralishni oldindan bilmaydi, lekin oxir-oqibat ajralishadi. O'zingni muammolardan to'xtata olmaysan. Kuyunjon, bugungi ovqat senga yoqdimi? Ichasanmi? Mazali. Keyingi safar qayerga boramiz? Biroz shoshma, mushuk bo'lsa kerak. Sizni sevmasliklaridan xavotirlanasiz. O'zingizga bo'lgan ishonch kamayadi. Ish kunlari nega bu yerdasan? O'qishga bormadingmi? Ha? Haligi. Bu hafta sessiya bo'lgani uchun borishim shart emas. Universiteting haqida maqtanyapsanmi? Yo'q, unaqa emas. Qanday qilib meni topding? Endi meni shaxsiy hayotim bor. Men senga qo'ng'iroq qildim, lekin ko'tarmading. Xabarlarimga ham javob bermaganing uchun xavotirlandim. Yana bahona qilyapsanmi? O'zingcha yaxshi ish qildim deb o'ylayapsanmi? Jiyong,
Bir marta o'ylab ko'r. Senga qachondir bularni sotib ol dedimmi? Albatta yo'q. Bu meni kayfiyatimni o'zgartiradi. Bu hurmatning asosiy masalasi. Nima? Bunday qilishni men senga o'rgatdimmi? Meni kechir. Kayfiyatingni buzmoqchi emas edim. Gaplarimdan xafa bo'lma. Barchasini seni o'ylab aytyapman. Yig'layapsanmi? Yuragingiz siqadi. O'zingizni ayblay boshlaysiz. Bu hamma uchun bir xil hikoya deb o'ylayapsizmi? Yo'q. Boyagi qiz kim edi? Boyagi qiz? Qaysi qiz? Sen bilan birga uyingning yoniga birga kelgan qiz. Bunday gaplarni qayta so'rama. U Gyunji ismli eski do'stim. Bu haqda avval ham aytganman. Aytgancha, semiribsanmi? Nima? Bilmadim, sezmoqman. Biroz semiribmanmi? Yaxshi uxlay olmayotganim uchun yuzim shishgandir. Seni universitetingda tashqi ko'rinish juda muhim. Ozishing kerak. Mendan jahling chiqmayaptimi? Nima? Jahlim chiqmadi. Sen hamma joyda xato qilasan. Shuning uchun juda ham xavotirdaman. Qaysingiz sevish haqida o'ylamayapsiz? Balki sevgi siz uchun boshqachadir. Hammasi taxminan bir xil. Sevgidan uzoqroq qoching. Bu ish yuzlab, hatto minglab yaxshi. Xo'sh, endi kim nima bo'lishidan qat'iy nazar uchrashuvni xohlaydi? Eshitmadingizmi? Salbiy taraflarini sanab chiqdim axir. Lekin siz baribir sevishni xohlaysiz, to'g'rimi? Mana shu muammo. Bu muammoli sevgi. Bu haqda o'ylamasak, baxtli bo'lishimiz mumkin. Lekin biz juda sevilishni xohlaymiz. Sevishni ham. Ammo bu tuyg'uga chidash qiyin. Bu yo'ldan yurmoqchi bo'lsangiz, sizni hech kim to'xtatmaydi. Agar buni rostdan istasangiz, buni yaxshi bajara olasiz. To'g'ri, qo'lingizdan kelgancha harakat qilishingiz kerak. O'zingizni qimmatbaho ruhiyatingiz uchun. Oppa! Yana sen bilan qachon uchrashamiz? Bilmadim, vaziyatga qarab aytaman. Bu o'sha qizmi? Hoy, nega meni telefonimga qarayapsan? Sen endi menga ishonmaysanmi? Nima? Yo'q, unaqa emas. Meni kechir. Men xato qildim. Boshqa kelma. Nima? Biz vaqtimizni bekorga sarflayapmiz. Ajralishimiz kerak. Nega birdan bunaqa deyapsan? Men sendan zerikdim. Yolg'iz qolishni istayman. Men ketdim. Men shunchaki sen sevishingni bilaman. Bu gapni har kun aytsan. Men shunchaki sevilishni xohlaysiz. Buni siz ayta olmaysiz. Buni hayotingiz talab qiladi. To'g'rimi? Sevimli qizalog'im, bu hafta uyga kelasanmi? Sevimli kanali uchun o'zbek tiliga o'girildi.
Keling, baxtni topishga harakat qilamiz. Hech qachon sevib qolmang. Agar sevib qolsang ham, hammasi barbod bo'ladi. Xuddi bugungidek. Boshida u juda g'alati edi. U rostdan ham oddiy odam emas, ammo g'alati bo'lish ba'zan yolg'iz bo'lish degani. Kangzi, yana yig'layapsanmi? Yo'q. Juda achchiq ekan. Bunaqasi ketmaydi. Bas qil. Sen yana sevishni o'rganishing kerak. Men bilan birga buni bilishib, qanday qilib sevish kerak? Bu nima? Bu darslarni o'rganmoqchi emasman. Hoy, hech kim seni majburlagani yo'q. Menga dars uchun sherik kerak. Darrov jahling chiqmasin. Balki u yerda do'stlar toparsan. Sening yigit do'sting bo'lmasa, yigitlardan do'st chiqmaydi. Hoy, kim aytdi? Sevgan yigiting, sevgan qizing qilolmagan ishlarni yigit do'sting qilib beradi. Harakat qilsang qiziqarli ham bo'ladi. Mingtadan bittasi yaxshi. Shunaqami? Albatta. Sevgi borasidagi eng yaxshi maslahatlarni u beradi. Yigitlar haqida bilishing uchun yigit do'sting bo'lish kerak. Qanaqa sevgi maslahatlari? Umuman yigiting bo'lmagan-ku. Hoy, nima senga sevgi maslahatlari kerak emasmi? Tamom. Keyingi darsga birga boramiz. Bironta yigit bilan do'st bo'lishing kerak. Bilmadim, bu qo'limdan kelmasa kerak. Telefonga qarashni bas qil, uni unut. U bilan ayrishlaring aniq edi. Unaqa emas. Shunchaki u hozir juda band. Biroz dam olish kerak. Sen rostdan tendakka o'xshaysan. Bas qil, kel darsga birga boraylik. Hali ko'rasan, yigit do'sting bo'lsa senga yordam beradi, muammolaring tugaydi. Telefonga qarashni bas qil. Buni o'qib ko'rishing kerak. Savollarning bir nechta turlari mavjud. Siz uchun mukammal kunni ta'rifi qanday? Oxirgi marta qachon boshqa odam yonida yig'lagansiz? Qachon yaxshi tush ko'rganingizni eslay olasizmi? Kimnidir sevib qolish uchun buni qiling. Sevgiga olib boradigan yo'lning 36 ta turi mavjud. Bu turlar bilan 6 oy birgalikda biz bu darsni yakunlaymiz. Savollaringizni tanlab, suhbatdoshingizni ko'zlariga qarab, javobini so'rang. Kim birinchi bo'lishni xohlaydi? Sizni hayotingizda sevgi va mehrning qanday ma'nosi bor? TV Mim kanali uchun dublyaj qilindi.